Yana bir darsimiz Stotz formulasi. Stotz formulasi bu raqamli qatorlar va satrli, matnli qatorlarni sanab beradi. Avvalgi darsimizda Stotz formulasini o'tgandik. U faqat raqamli qatorlarni sanab berar edi. Endi bu Stotz formulasi ham raqamli, ham satrli qatorlarni sanab beradi. Teng kirilcha harflar bilan Stotz desak, Stotz degan yozuv chiqadi. Unga bosib turib ham matnli, satrli, ham raqamli qatorlarni barini kiritib enterni bossak, qatorni hisoblab beradi. Mana ko'rganingizdek barcha qatorlarni qo'shib berdi.